Mangu Ligasini birinchi turniridan keyin hamma sizni UFC rahbari Danaga o'xshatib qabul qilib shunaqa videolar chiqdi. UFC Ligasini konferensiyasida bitta bola o'zini omadini sinab ko'radi va Danaga aytadi, birgina imkoniyat bering deb. Xuddi shunaqa hozir omadimni sinab ko'rmoqchiman, men kurashchiman. Birgina imkoniyat bersangiz. Nima deysizlar, beramizmi imkoniyat? Mangu Ligasi, mana Mangu Ligasi professional liga. Havaskorlar ligasi emas. Bu havaskorlardan ham sportchilar olamiz, faqatgina haqiqiy o'sha professional sportchi bo'lgan tayyorgarligi bo'lgan sportchilar. Demoqchimanki, ular vesagonkani nimaligini biladi, ular mehnati nimaligini biladi, chidamli nimaligini biladi. Ertaga oktagonga chiqqandan keyin ularga biz javob beramiz. Kimdir olib chiqib qo'yib qo'ysa, kim bo'lay, siz bola ekansiz, bir nima bo'lib qolsa, ertaga obona oldida ham javob berishimiz bor. Jasur aka, men Qashqadaryolikman. Ustozim yo'q bu yerda. Sizga shogird tushmoqchiman va sizni shogirdingiz sifatida jangga chiqmoqchiman. Bo'l, etap shogirdlik etapidan o'tsangiz, обязательно qo'yamiz. Rahmat. Hammaga rahmat.